Assalomu alaykum aka. Men bitta qurta olaman. Bitta pista olaman. Charchamang. Shuni ol deyman. Chang bosib yotibdi. Kattaroq marketdan olardik, aytdim-ku. Farruh, katta marketlardan nogironlarga foydasi bor. Na yetim insonlarga foydasi bor. Xo'sh, buni nima foydasi bor hozir? Ana o'tirgan aka ko'ryapsan? Xo'sh, o'zi nogiron. Yetimga qaraydi. Ikkita farzand o'ziniki, qolgan 5 tasi singilsiniki. Singlisi esa rahmat bo'lib ketgan. Amaga nima beray? Qizim, senga nima olib ber? Hech narsa kerak emas, dadajonning o'zlari olib beradilar. Dadajon, ukamni bog'chadan olib keldilar. Sog'ib ham tushib qopti. Yuring, uyga ketamiz. Ketdik. Apajon. Ichimdan nima o'tganini his qilyapsanmi? Men har kun his qilaman. Alloh taolo aytar ekan, bandam, agar meni izlasang, men yetimni ko'nglida bo'laman der ekan. Alloh taolo aytar ekan, bandam, agar meni izlasang, men yetimni ko'nglida bo'laman der ekan.